Voy dod, devchonki, bu apparatlarni man sizga срочно obzor qilib bermasam bo'lmaydi. Hadi peshonangizga ajin tushib botoks qilib charchadingizmi? Unda mana shu apparat sizga kerak. Bu apparat peshonadagi, yuzdagi ajinlarni yo'qotadi. Qon aylanishini yaxshilaydi va yoshligingizni orqaga qaytaradi. Keyingi apparatimiz bo'lsa, yuzdagi umuman kerak bo'lmagan yog'larni tozalab beradi bizga. Da, bilaman, yuzingizlarni chistkasiga kosmetologga borganingizda aynan shu apparatdan foydalanib yuzinglarni tozalagan. Voy, bu eng dahshatli qizlar. Endi palon pulga epilyatsiyaga borib o'tirishinglar shart emas. Даже yuzga ham ishlatsa bo'ladi. Buni keyingi storida man sizga ishlatib ko'proq ma'lumot beraman. Bu lekin eng mazza qilib yuboradigan apparat edi. Hozir yoz, chang bo'lib yotibdi. Poralardagi qora tochkalarni idealni tozalab beradigan apparat. Va nihoyat menga eng yoqqan apparat yuz uchun massajyor. Kuni bo'yi yuzimizni og'ir makiyajda charchaydi. Charchab kelgandan keyin mana shu massajyorda massaj qilib uxlasanglar, voy, yuzinglar shunaqa dam oladi. O'zini 4 xil rejimi bor. Yuz turiga qarab uni to'g'rilab olsangiz bo'ladi. Bu apparatlarni hammasini ishlatishdan oldin yuzimizga обязательно mana shu kollagenni surishimiz kerak bo'ladi.